Bu haftadagi eng zo'r 5 ta vakansiyani sizlarga aytib o'taman. Birinchi vakansiyamiz bu o'tiruvchilar. 29 lotdan to'lov, uy-joy bepul, kiyim-kechak, ishga borib kelish hammasi ichida. Ikkinchi vakansiyamiz bu hammaga taniqli bo'lgan yo'l qurilishi. 29 lotdan to'lov, uy-joy, 2 mahal ovqat va ishga borib kelish, kiyim-kechak hammasi ichida. Uchinchi vakansiyamiz mebel zavod. 23 lotdan boshlab 30 lotgacha to'lov, uy-joy beriladi, ishga borib keladi. Uyga 500 lot to'lov bor. To'rtinchi vakansiyamiz bu bog'bonchilik. 27 lotdan boshlab to'lov, uy-joy beriladi, ishga borib kelinadi. Kuniga 10-12 soatdan ish bo'ladi. Beshinchi va oxirgi vakansiyamiz bu svarshiklar. Megmak polavtomatda svarshiklarga 32 lotdan boshlab 38 lotgacha to'lov, uy-joy beriladi, полный legalniy ish. Agar siz Yevropa territoriyasida, Polsha territoriyasida ish axtarib yurgan bo'lsangiz, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bunaqa yangi vakansiyalarda qiziq stavkalar bilan o'tkazib yubormaslik uchun обязательно Telegram kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'raymiz va sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.